Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan. Oyatal kursi oyatining fazilati. Ubay ibn Ka'b raziyallohu anhudan qilingan rivoyatda shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan so'radilar: Ey Abul Munzir, seningcha Alloh kalomidan qaysi oyat ulug'roq? Men: Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'kragimga urib, Allohga qasamki, ey Abu Munzir, senga ilm muborak bo'lsin dedilar. Abu Umoma raziyallohu anhu rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Kimki har farz namozidan so'ng oyatal kursiyni o'qisa, jannatga kirishdan faqat o'lim to'sib turadi, xolos. Bir hadisi shariflarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Kunlarning muboragi juma kunidir. Kalomning muboragi Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karimning muboragi Baqara surasidir. Baqara surasining muboragi oyat al-Kursiydir. Kimki farz namozidan so'ng oyatal kursiyni o'qisa, Alloh unga bir farishta yuboradi. U farishta o'sha inson ertasi kuni shu soatga qadar qilgan xayrli ishlarini yozadi, yomonlarini yozmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Bir mu'min oyatal kursiyni o'qisa, Alloh taolo vafot etgan mu'minlarning qabrlarini nurlantiradi va keng qiladi. O'qigan insonga ham juda ko'p ajrlar beradi. Har harfi uchun bir farishta yaratadi. U farishtalar o'qigan inson uchun qiyomatga qadar Allohdan mag'firat tilaydi. Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyatlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Har bir narsaning yuqori cho'qqisi bo'ladi. Qur'oni Karimning cho'qqisi Baqara surasidir. Unda bir oyat borki, oyatlarning sayyididir. Bu oyat oyatal kursiydir. Oyatal kursiy Baqara surasining 255-oyatidir. Ushbu oyatning fazilati juda ko'p. Oyatal kursiyning o'zbek tilidagi matni. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha tirik va abadiy turuvchidir. Uni na mudroq tutar va na uyqu. Osmonlar va yerdagi narsalar unikidir. Uning huzurida hech kimni uni ruxsatsiz shafoat qilmas. Ular odamlardan oldingi bo'lgan va keyingi bo'ladigan narsani bilur. Odamlar uning ilmidan faqat u istaganicha o'zlashtirurlar. Uning kursiysi osmonlar va yerdan ham kenglik qilur. Ularni yer u osmonlarni saqlash, muhofaza qilish unga og'irlik qilmaydi. U ikkisining hifzi, tutib turish uning toliqtirmas. U oliy va buyukdir.